Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Agar aristoningiz teshilgan bo'lsa yoki eskirgan bo'lsa, tashlab yuborishga shoshilmang. Hozir biz mana shu aristondan sizlarga o'choq yasashni o'rgatamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qolganini video davomida ko'rib borasizlar. Ikkita chiqarsa bo'lar ekan. Mana o'ttasidan tizib olganmiz. Mutaxassislardan so'radik. Ikkita bemalol yasasa bo'ladi deyishdi. Ikkita chiqyapti mana o'ttasidan bo'lib yasayapmiz. Hozir yana ko'rsatamiz qolgan jarayonlarini. Aristonimizni ikkiga bo'lib oldik. Xo'p, 37-38 sm bo'ldi mana shu boshidan oxirigacha 37-38 sm bo'ldi. Bunisi ham shunaqa bo'ldi. Ikkiga bo'ldi hozir. Hop, endi hozir buni ma'lumotini tayyorlaymiz birinchi. 3 ta oyog'ini o'rnatamiz. Tayini ochamiz, kuldonini. Va maytdan eshik ochib qo'yamiz. Mana shu yerdan bitta eshik ochamiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Do'stlar, mana hop, aristondan yasagan o'chog'imiz tayyor bo'ldi. Ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Mana eshiklari. Eshikga endi quloqlariga ulgurmadik. Keyingi dam olish kunlarida tugatamiz buni. Tepasicha qiyshiq bo'lib qolibdi endi. Xudo xolasa keyingilarda to'g'rilaymiz. Hop, o'chog'imiz yonyapti. Ko'rishlaring mumkin. Mana buni bemalol yoqib qo'ysalardan bo'laveradi. Mana karnay mo'ridan tutun chiqyapti. Hozircha yaxshi yonyapti mana. Endi qaynashlarini ham ko'rsatamiz. Suv qaynashga kelganda qaynashlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, o'chog'imiz ham tayyor bo'ldi. Aristonimizda mana u tepada karnayni ko'ryapsiz tutun chiqishini. Jicha kamchiliklari bor. Mana shu tagiga kuldon qilsak, keyin mana bu yerdan atrofidan chiqyapti. Jicha o'shalar yo'qolishi kerak. Tagiga kuldon qilishimiz kerak. Shunda yo'qoladi tepasidagilari, chiqayotgan tutunlari. Lekin odatdagidan ancha kam. Yonida asosiy mana yonidagi filmalardan chiqyapti bu bano. Sveti yonmay qoldi. Telefon zaryad ozligi uchun yonmay qoldi mana qaynashlari. Biroq o'tin bilan bemalol ancha-muncha shizib bitirib olsangiz bo'lar ekan. Yonishlari zo'r. Atalab pishiryapmiz hozir qo'yga. Mana qaynab chiqishlari. Hop, mana o'tin.